Saroyda nima bo'lyapti? Bizga birinchidan yuk keldi. Hozir bu bitta partiyamiz. Ikkinchi partiyamiz hozir yo'lda. Uni ham tushiramiz. O'zi tayyorgarlik. Keldimi? Ha, bu bitta partiyamiz. Buni o'zi joylab, mana ko'pini hali joylamadi, joylab qo'ymoqchi edik, no ulgurmayapmiz. Buni hozir bo'shatib, skоворodkaga ilamiz. Xo'p, aerogrillarimizni shu yerda, skоворodka kovshiklar kelgan. Biz yana bitta yuk mashina. Qatdan kiradi. Bu yerda qozonli skоворodkalar mana blokda bo'ladi, ko'rayotganinglardek. Xudo xolasa. Blinitsa kelgan, anaqa kelgan, kovshik kelgan, emal kastrulkalar kelgan 3 tali, tog'orachalar kelgan 3 tali. Mana bulardan keldi. Ochilgan varianti 2 litr, 3 litr, 4 litr bo'ladi. Mana bulardan kelgan. Zo'ra podarkaga ham zo'r narsa. Sirli bo'ladi bular, plastmassa emas, sirli. Sirli so'zini ko'pchilik bilmayotgan ekan-da. Emal. Sirli ham qanaqa o'zishadi. Zarovnitsa keldi. 28. Unda yana boshqa razmerlari bor, ochganimizdan ko'rsataman hozir.